O'rtoqlar, hammaga salom, sizlar bilan Ida Taro. Tak, shaxsiy raskad bo'yicha WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Tak, o'rtoqlar, bugun o'zgacha bir rasklad bo'ladi, ya'ni aqlingizdagi insoningiz haqida bo'ladi. Ba'zilar ko'p urishyapti, uni sababi nima? Ya'ni aqlingizdagi insoningiz ichki tuyg'ulari, nimalarni sizga ayta olmayapti va hayotida nimalar bo'lyapti. Именно aqlingizdagi insoningiz haqida bo'ladi. Tak, energiyamni qilishni unutmaymiz. Energiyamni qilganlarga bu raskladim borsin. Ketdik. Aqlingizdagi insoningizni o'ylaysiz, kulishini, hidlarini va sizga qarashini. Ketdik. Aqlingizdagi insoningiz haqida nima bo'lyapti, uni ichki tuyg'ulari. Oldin kelinglar finansini ko'ramiz. Aqlingizdagi insoningiz bilasizmi? Ozgina pul, ya'ni finans tomonlama ozgina qiynalishi chiqyapti. Nimanidir juda katta o'ylayapti. Aqlingizdagi insoningiz o'zini shaxsiy bizneschasi bormi, kichkinagina yokida bir nimadirga pul tikdimi, yokida nimadir olmoqchimida sotib. Ozgina qiynalish bo'lyapti. Nima bo'lyapti ichki hayotida? Tak. Ozgina sizga befarqlik chiqyapti. Yo'q joydan qandaydir kichkinagina bir narsaga sразу bir jahl qilib urush, janjal, baqir-chaqir qilyapti. Bekorga emas. Shaxsiy debman, ish hayotida ozgina nimadirlar o'xshamayapti. Agarda kim bilandir aqlingizdagi insoningiz ishlayotgan bo'lsa, partnyori tomonidan qandaydir katta summaga nima desam ekan, tashlab ketiladi-yu, kidать qilinib ketadi-yu, shunaqa situatsiya chiqyapti, lekin sizga aytmayapti. Hammasi joyida, yaxshi deb o'ylayapti, lekin siz o'ylayapsizki, qandaydir boshqa shaxslar bilan gaplashyapti, qandaydir boshqa inson bor hayotida deb o'ylayapsiz. Yo'q, lekin unaqa emas. O'rtoqlar, aytib o'taman, bu общий расклад. Kimgadir tushadi, kimgadir tushmaydi. Tak. Lekin qanaqadir bitta inson bilan tak, aqlingizdagi insoningiz kim bilandir ozgina bir qiz bor. Qizmi yoki ayolmi-da, kim bilandir SMSlashishi chiqyapti. Kim bilandir SMSlashib qo'yyaptimi yo SMSlashyaptimi-da, o'sha ishdan muammosi, ya'ni stressini otmoqchi bo'lyapti va boshqa bir ayol qiz bilan SMSga ketyapti. Yaqin kunlarda ozgina shu narsa bo'yicha urush, ozgina talashish bo'ladi sizlarda. Da. No. Aqlingizdagi insoningiz ozgina yolg'on gapiryapti sizga. Lekin ko'proq muammo pulda chiqyapti. Boshqa qiz bilan tanishishi ham chiqyapti. O'rtoqlar, пока что shuni ayta olaman. Sog' bo'ling.